Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibide bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Ama bugün aldı bilen İstiklal ailesi namıdın bütün dünyadaki aziz halkımız, milletimizin ulug' Qurban heytini için kalbimizden tebrikleyimiz. Rabbim barlık kılgan emellerini, şundakla kılgan kurbanlıklarını kabul kılsın. Ve şundakla Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'dan pat fursatda bunun o'xshagan qanchilgan güzel, xo'shal xo'ramliq heytlarni hür, mustaqil, aziz vatanimiz Sharq Turkistonda tabriklashga muyassar qilishini tilaymiz. Shundaqla Rabbimizning bizlarga buni muyassar qilganligiga chin qalbimizdan ishonamiz. Qanam istiqtinglar ekranimizda bo'lsin. Türkiye Dini İşler Başkarması Reisi Doktor Ali Erbaş Şarkı Türkistan üçün Arafat'ta dua kıldı. Tünügün 163 devletten gelgen 2,5 milyondan köp Müslümanlar ulug' hac ibadetini ada kılış üçün hacının en çoğun rukunlarından biri bolgan Arafat meydanında turup Allah'a yelendi ve mahşer meydanını esletti. Cümleden Türkiye'den 80 mingdan köp hac kılgıcı Arafat meydanında idi. Türkiye'den gelgen hacılarga baş bulup bargan Türkiye Dini İşler Başkarmasının reisi Profesör Doktor Ali Erbaş Arafat meydanında kılgan hayacanlıq duasıda mazlum tuproqlarga dua kılıp gelip qancha qitimlab Şarkı Türkistan'ı uçuq tilg'i elip dua kıldı. Çocuklar yetim, anneler evlatsız, babalar çaresiz kalıyor. Gözü dönmüş zalimler İslam diyarlarında kötülük üstüne kötülük yapıyor. Ebu Leheb'ler ölmemiş, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor, Kudüs işgal ediliyor, Bağdat ve Şam yıkılıyor, Arakan'da, Doğu Türkistan'da masumlar katlediliyor, zulme engel olamadık, zalimleri durduramadık, acziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz, ellerimizi açtık, senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Doktor Ali Erbaş'ның Arafat meydanında mazlum qarindaşları bolgan Şarkı Türkistan'ı unutmasdan dua qilishi muhaciratda yurakları puchulnayotgan Şarkı Türkistan xalqining yuragiga suv sepgandek bo'ldi ve ijtimoiy uchur vositalarida mamnunligini bildirib dua qilishdi. Türkiye Dini İşler Başkarması Türkiye'deki devletki tabi en çok nüfuzluq dini organ bulup ministerlik derecesiga ega. İlgirki tüzümde bevosita baş ministerga qaraydigan bulup Türkiye'deki yeni cumhur reislik tüzümü bilen bevosita Türkiye Cumhuriyeti prezidentiga qaraydigan bo'ldi. Allah'ım Filistin'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de ve daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yürekleriyle sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimde bırakma Allah'ım. Muhaciratdagi Uyg'urlar yana bir Qurban hayitini kutib oldi. 21 Avgust dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar butun dunyodagi 1,5 milliard qarindoshiga o'xshashla musulmonlarning eng muqaddas bayramlaridan biri bo'lgan ulug' Qurban hayitini kutib oldi. Ammo butkul dunyo musulmonlarining chehrasiga xushallik to'lgan bugungi kunda Uyg'urlarning qalbidagi yara izlari ularning chehrida namoyon bo'lib turdi. Çünkü ahirki 2-3 yıldan buyan muhaciratdagi Uyg'urlarning heytlari burunqi heytlarga o'xshash az bo'lsa-mu vatandagi oilalari bilan telefonda ko'rishib, ulardan hal ahvol so'raydigan, ko'ngillari taskin topadigan ahvol qolmadi. Yana kelib Xitoy tajovuzchilarining qonunsizlik bilan Uyg'urlarni qora quyuq jazo lageriga solishi hech kimning har qanday tuqqanlari bilan ko'rishalmasligi ularga texmi ig'ir keldi. Cümleden Türkiye İstanbul'da köp sanda yaşayotgan Uyg'urlarmi İstanbul'ning Zaytinburnu ve Safaköy rayonlarida birlikte heyit namazlarını o'qishib, namazdan chiqqanda bir-birlari bilan xuddi vatandagidek qo'l elishib ko'rishib, birlikte vatandagi xalqi uchun, ailesi uchun duo qilishdi. Şu mübarek bayram gününü, şu mutluluk gününü bize zehir eden Çinlileri sana havale ediyoruz ya Rabbi. Amin. Şu anda ya Rabbi Alemin, Doğu Türkistan'da, kamplarda, esir kamplarında ya Rabbi Alemin. Kurban bayramı yapamayanlar, kardeşlerimiz var ya Rabbim. Sen onları bizden daha iyi biliyorsun.
keyin har qaysi joylardagi Uyg'urlar birlikda qurbonlik qilishib, Allohning ularga ato qilgan ham ibodat, ham o'zaro yordam faoliyatini nihoyatda jonliq holda elib berib, vatan hasratini bir oz bo'lsa-mu pasaytishga tirishdi. Bo'libmi Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bu yil go'sht qaynamagan uy qolmasin shuari bilan boshlatgan faoliyatga aktiv ovoz qo'shgan Uyg'urlar birlikda qurbonlik qilishib, qurbonlik qilolmagan har qanday Uyg'ur qarindoshiga qurbonlik qilib berish yoki hech bo'lmaganda go'sht yetkazib berish bilan bu ulug' kunlarda ularga qarindoshlik mehrini his qildirdi. Yana bir tarafdan Xitoy tajovuzchilari vatanimizdagi xalqimizni bugünkidek butun dunyoda musulmonlar xushallik ichida Qurbon hayit o'tkazayotgan kundan mahrum qilib, Qurbon hayitni bir kun kechiktirib, ati o'tkazishni qaror qildi. Rabbimiz Allohdan xalqimizning beshidagi bu og'ir kunlarni baldirroq ko'tarib o'tishini va birlikda vatanda xushal-xuram hayitlashish fursati ato qilishini tilaymiz. Shundaqla bu kunlarning cho'qim keladiganligiga ishonamiz. Erkin Sidiq Efendi Türkiye'de muhim leksiya sözüldü. 20 Avgust Uyg'urlar ichida tunilgan Al-Suyer tabiiy fanlar olimi NASA tadqiqotchisi Erkin Sidiq Efendi Türkiye'nin İstanbul'daki Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining markazida leksiya sözüldü. Leksiya faoliyatini Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bilan Sharq Turkiston yangi nasil harakati tashkillagan bo'lib, faoliyatga Turkiyada yashayotgan 200 dak Sharq Turkiston muhojirlari qatnashdi. Faoliyat Qur'on tilovati bilan boshlandi. Faoliyatda Erkin Sidiq Efendi vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va bizning mas'uliyatimiz, shundaqla yosh avlodlarda milliy kimlik tarbiyasi va ularning kelgusi taraqqiyoti temasida leksiya so'zildi. U so'zida munolarni bildirdi. Umuman Uyg'urlarning intayin xavfli bosqichga kelib qolganligi hammamizga ayon. Vatan ichidagi qarindoshlarimiz Xitoyning inson qalbidan chiqqan zulmi va til va madaniyat jihatdan assimilyatsiya qilishiga uchrayotdi. Bundaq vaziyatda erkin jamiyatda yashayotgan Uyg'urlar o'zimizni har jihatdan taraqqiy qildirishimiz to'limi muhim. Biz konu usuldagi avlod tarbiyalashdagi xatoliklarimizni o'zgartib, farzandlarimizni zamonaviy usulda tarbiyalasak deb o'ylayman. Qarindoshlarimizdan farzandlariga kichkidan boshlab o'zining kimligini tonish tarbiyasi elib berishni ching tutishini umid qilaman. Leksiyaning tafsilotini Istiqlol televiziyamizdan yaqinda ko'rib olasizlar. Mush narsalarni ota-onasidan do'raydi bola. Balki bola kichik vaqtida bularning yashaydigan muhitida ko'ziga eng ko'p ko'rinadigan narsa ota-ona bo'lgani uchun garchi u vaqtda o'zida qilmasimi, buniki butun ta'siri ko'ngilda qolgan gap. Keyin cho'ng bo'lgan chaqda o'tir chiqib qoladi. Ota-onasi qanday yashagan bo'lsa, bolasi bilan yashagan bo'lib qoladi. Huffington pochtasi dunyo 1 milliondan ortiq musulmonning tutib turilayotganligidan qanday xabar topdi mavzuliq maqola e'lon qildi. Amerikadagi Huffington pochtasi gazeti yaqinda maqola e'lon qilib, Xitoy rejimi uchurni qattiq kontrol qilsa-mu, lekin uning Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq musulmonning yig'ib olish lagerlariga qamalganligini, yushirib qololmaganligini bildirdi. Dunyo 1 milliondan ortiq musulmonning tutib turilayotganligidan qanday xabar topdi sarlavhalik mazkur maqolada Sharq Turkistondagi reallikning fuqarolar, jurnalistlar, kishilik huquq tashkilotlarining tirishchanligida o'ttirg'i chiqqanligini ilgari surgan. Maqolada qayd qilinishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislarining yaqinda Xitoyning 1 million musulmonni maxfiy lagerlarda tutib turayotganligini o'ttirg'i qo'yishi bu masalani dunyoning kun tartibidagi masalaga aylantirgan. Maqolada rayondagi zo'ravonlikning ko'lamini tasavvur qilishning mushkulligi, Xitoy rejimi har qancha keng ko'lamli tadbirlarni olgan bo'lsa-mu, ba'zida rahimsiz vositalarni qo'llanib, o'zining qilmishini yushirishga tirishgan bo'lsa-mu, fuqarolar, jurnalistlar, kishilik huquq tashkilotlarining haqiqatni o'ttirg'i chiqarishda muvaffaqiyat qozonganligi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu haqiqatni e'tirof qilganligi ta'kidlangan. Maqolada yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddinning so'zi naql keltirilgan bo'lib, uning Uyg'urlar jim turishning hech qanday yordami bo'lmaydiganligini tunib yetdi deganligini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komiteti 13 avgust kuni Sharq Turkistonda 3 millionda kishining maxfiy yig'ib olish lagerlari va tarbiyalash markazlarida tutib turilayotganligiga doir ishonchli dalillarga erishganligini o'ttirg'i qo'yib, Xitoyning buningga tushuncha berishini talab qilgan edi. Huffington pochtasi gazetining maqolasida Sharq Turkistondagi hozirgi bostirish to'lqinining 2016-yili Xi Jinpingning Chinchuangoni yo'tkab kelishi bilan boshlanib, oshkora bayonlarda bo'lgan kishilarning oila a'zolarining tutqun qilinganligi, Xitoyning bostirish elib borganligini tap tortmay rad qilganligi,
Uyg'urlar va chet elliklarning uchurg'i erishishda texmi aqlliq strategiya qo'llanishga boshlaganligini bildirgan. Maqolaning oxirida kishilik huquq kuzatish tashkilotining xodimi Maya Wangning so'zi naql keltirilib, butun uchurni birlashtirgan vaqtdagi ijtimoiy ko'rinish Kompartiyaning Xinjiang haqidagi tashviqotiga butunlay zidligi eskartilib, Xitoy rejimi buning ta'btini his qilyotidi deyilgan. Erdoğan Qurban Hayit munosabati bilan butkul mazlumlarga duo qildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Qurban Hayit munosabati bilan tabriknoma e'lon qildi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Qurban Hayit munosabati bilan ko'rinishlik tabriknoma e'lon qildi. Tabriknomada Türkiye Cumhuriyeti iqtisodiga qilinayotgan hujumlarning azonimiz va bayrog'imizga qilingan hujumlardan hech qanday farqi yo'qdir degan Cumhur Reis Erdo'g'an bu yerdagi g'araz Turkiya va turk millatini tiz puktirib asirga elishdan iboratdir dedi. Erdo'g'an tabriknomada munularni bayon qildi. Aziz millatim va suyimli qarindoshlarim, sizlarga cho'nqur salom yo'llayman. Muborak Qurban hayitinglarni qizg'in tabriklayman. Bizni bu Qurban hayitini o'tkazishga nasib qilgan Rabbimizga hamd va sano bo'lsin. Hayitning butkul islom dunyosi va insoniyatga yaxshilik elib kelishini tilagan Erdo'g'an, bu Qurban hayitining rahmat va barakat bo'lib, barliq qiyinchiliklardan qutulishga turtki bo'lishini tiladi. Türk milletining yaxshi kunda, yomon kunda ittifoqlasha oladigan, bir yurak bo'la oladigan qobiliyati turtkisida minglarcha yildan buyon qad ko'tarib yashab kelayotganligini aytgan Erdo'g'an, yaqinqi yillarda maydonga kelgan barliq hujum, harbiy siyosiy o'zgarish va tuzoqlarning turk milletining mushu xil isil qobiliyati turtkisida bitchit bo'lganligini bildirdi. 15-iyulda o'tmishdan kelajakka qurib chiqqan ko'vrik va jo'grafiyamizdagi ming yillik mavjudligimizni jinimizni tikib qo'g'didik. Iqtisodimizga qilingan hujumlar azonimiz va bayrog'imizga qilingan hujumlardan hech qanday farqi yo'q. Bu yerdagi g'araz Turkiya va turk millatini tiz buktirib asirga elishdan iborat. Biz bo'ynimizga bo'yinturuq taqalishining o'rniga bo'ynimizning kesilishini a'lo biladigan millatmiz. Terrorlik tashkilotlari oramizdagi xoin guruhlar bilan tiz buktirolmagan go'zal Turkiyamizni dollar bilan tiz buktirmoqchi bo'lganlar xatolashganliklarini pat yaqinda tushunib yetadi. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleri Allah'ın inoyati bilan davlatimiz bularning hammasini yengalaydigan qudratga ega. Biz hozir ittifoqlashadigan, mo'rini mo'riga tirab kurash qiladigan paytdir. Haj farzini ado qilish uchun muqaddas zamonlarga ketganlarning ibodatlarining maqbul bo'lishini tilagan Erdo'g'an, Falastindan Suriyagacha, Janubiy Osiyodan Turkistongacha bo'lib, dunyoning nurg'un yerda zulm ostida ingrayotgan barliq mazlumlarning nijotligi uchun duo qilganligini aytdi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdo'g'an Qurban hayitining qalblarga orom baxish, oilalarga xushallik, Turkiyaga yo'ruqliq elib kelishini tilab, Türk milletiga cho'nqur hurmat bildirdi. Filistin'den Suriye'ye, Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum. Qadrli qarindoshlar, xo'shishdan burun albatta Qurban hayitdak bundaq bir ulug' kunlarda masalan xo'shalik qiladigan, chekranlarga tabassum yugurtadigan ko'plab xabarlarni sunamaganligimizni afsuslanamiz. Inshaalloh mushu ekrandan yana vatanimizning ozod bo'lganligini sunamiz inshaalloh bir kuni. Buningga ishonchinglar komil bo'lsin. Ammo bugun mushundaq bir ulug' kunlarda Müslümanlar tuprog'idagi bu Allohning keng zaminlari ichidagi Hindiston tuprog'ida Müslümanlar ko'p yashaydigan bu rayonda chekilgan bir bovoy uning ustiga oqsoqollik balki 70 yoshlar atrofida bo'lishi mumkin. Bu bovoyning motosiklet ustida ko'rsatgan nihoyat qiziqarli har xil mahoratlarini ekranga sunish bilan chekranlarga biroz bo'lsa tabassum yugurtishni o'ylashdik. Yoqtirishinglarni umid qilamiz. Qani marhamat. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को ही सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे
सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh bu go'zal hayotni xushal xuramlik bilan, tinch amonlik bilan o'tkazishinglarga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.